Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda 7-noyabr kuni qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduz kuni 7-12 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduz kuni 10-15 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kuni 10-15 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 12-18 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kuni 10-15 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'ib qorga aylanishi kutilmoqda.